Telegram manzillarimizga kelgan top 300 talik universitetlardan 100% grant olganimizda El yurt umidi jamg'armasi orqali imtihonlarsiz moliyaviy yordam olish tartibi haqida batafsilroq ma'lumot bersangiz, qanday tartibda bo'ladi? Bu moliyaviy yordam uchun qachon El yurt umidi jamg'armasiga murojaat qila olamiz va bunda ham magistratura uchun 1 yillik rasmiy ish staji bo'lishi majburiymi? Rahmat. Juda ham o'rinli savol. Aslida bu chiqqan farmon bilan tanishiladigan bo'lsa, bizning barcha yoshlarimiz hozir juda ham ko'pdan ko'p savollar tushyapti va albatta farmon asosida tasdiqlangan nizom bilan ham bafurja tanishib chiqishni ham tavsiya qilgan bo'lardim. Shunday bir tartib qo'yildiki, bu yana ham imkoniyat, yana ham qo'llab-quvvatlov tizimi prezidentimiz tomonidan, ya'ni biz ajratilganda top 100 talik QS reytingida o'rin olgan universitetlarimiz bakalavr yo'nalishida ta'lim olish uchun o'zini demak 100% grant asosida kirgandan keyin bizga murojaat qilganda, demak bu to'liq O'zbekiston Respublikasi prezidentining El yurt umidi jamg'armasi stipendiyasi ajratilishi, ya'ni bu yerda uning viza masalalari, tibbiy sug'urtasi, yashash xarajatlari, turar joy, o'quv adabiyotlarini sotib olishgacha bo'lgan to'liq stipendiya ajratilishi va tanlovlarsiz amalga oshirilishi inobatga olingan. Bu degani, lekin biz hozir shuni aytib o'tishim kerak, El yurt umidi jamg'armasi tepasida boshqaruv kengashi tuzildi va boshqaruv kengashi demak barcha bo'layotgan jarayonlarni o'sha mashvarat orqali kengashib hal qilinadi, maslahatlashib. Va bu yerda o'sha kvotalar masalasi qabul qilinadi, turli bo'lgan nizomlar, tartiblar albatta tasdiqlanadi. Va biz kutayotgan mana yaqinda bo'lib o'tadigan boshqaruv kengashimiz qarori bilan bu tanlovlarga start beriladi va yangicha tizimni joriy etish uchun va prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlarni bajarish uchun aynan bu tizim shaffof, adolatli bo'lib o'tishi uchun biz to'liqligicha onlayn platformalar orqali murojaatlarni qabul qilamiz va bu platformamiz demak MyGo tizimiga ulangan bo'ladi. Bu yanada osonlashtirish, yanada ortiqcha hujjatlarni talab qilmaslik uchun va barcha hujjatlar o'sha onlayn tartibda qabul qilinishiga imkoniyat yaratilishi uchun. Demak, bu qabul qilingan top 100 talikka ham, top 300 talikka ham bizning stipendiyantga nomzodlar ham aynan tizim orqali topshirilishini nazarda tutilgan. Top 300 talik universitetga o'qish xarajatlari 100% grant bilan qoplanadigan talabalarimizga, stipendiyant bo'lgan nomzodlarga ular ham tanlovlarsiz, lekin bu yerda faqatgina transport xarajatlari va turar joy xarajatlari qoplanishi nazarda tutilgan. Demak, qolgan barcha demak bu qoidalarga to'g'ri kelmagan, lekin tanlovlarda ishtirok etish bo'ladigan nomzodlarimiz ham xuddi shu tartibda onlayn platformalar orqali murojaat etiladi, tegishli hujjatlar yuklanib boriladi va o'sha tegishli bosqichlardan, tanlovlardan o'tib, saralanib, aynan boshqaruv kengashi qarori bilan stipendiyant sifatida, g'olib sifatida tan olinadi va yana bir bor narsa aytib o'tmoqchiman shu yerda. Hozirgi kungacha umuman olganda hozir qaytib kelgan stipendiyantlarimiz ham, hozir ketmoqchi bo'layotgan nomzodlarimiz ham O'zbekiston Respublikasi prezidentining ajratilgan bunday bir xarajatlari, davlat byudjetidan ketkaziladigan katta byudjet mablag'lari aynan bizda O'zbekistonda yangi O'zbekistonni shakllantirishdagi bo'lgan kadrlarni yetishmovchiligini turli sohalarda qamrab olish uchun, turli sohalarga yetishtirish uchun va O'zbekistonni aynan shu yo'nalishda rivojlantirishga prezidentimiz tomonidan ko'rsatilayotgan katta bir imkoniyat, sharoitligini anglab olishlari lozim. Va bu yerda nima uchun shu klaster tuzilganligini ahamiyati ham shu yerda namoyon bo'ladi. O'sha aniqlash, buyurtmalarni shakllantirish, qaysi sohalarda, masalan, prezidentimiz aytib o'tgan geodeziya, yer masalalari, kommunal demak masalalar, bu tibbiyot sohasi, bu ta'lim sohasi, davlat boshqaruv sohalaridagi va bu sohalarda o'sha buyurtmalar asosida biz demak maqsadli shakllantirishdagi va bu jarayonda ular o'quv, bilim ko'nikmasini shakllantirgandan keyin ularni munosib ish joylariga joylashtirish, ularni shu joylarda yanada ko'tarilish, yanada shu bizda O'zbekistonda shu turli sohalarni rivojlantirishga qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Dunyoda shunaqa narsa bor.
investitsiya masalasida agar ko'radigan bo'lsak, investitsiyada shunaqa bir tadqiqot natijalari ko'rsatiladiki, har bir ta'limga kiritilgan investitsiya $1 hozirgi kunda $13 bo'lib qaytadi. Shuning uchun har bir stipendiyantimiz, g'oliblarimiz, o'qib kelgan, stajrovkasini amalga oshirgan davlat xizmatchilarimiz xuddi shunday bir davlatimizga javoban shu sohalarni rivojlantirishi shu bir katta marralarga olib keladi deb kutamiz.